bizda sotiladigan dorilar ko'pincha biznesga aylanib ketgan narsa-da bu. 95% dorilar bu doказательный meditsinadan o'tmagan dorilar. Palon doktorga bordi, palon dori yozdi. Shu to'g'rimi deydi. Men eng yomon ko'rgan narsam, ishonmasang nimaga borasan o'sha doktorga? Doktor Ozoda o'zi kim? Boshda yig'ilgan paytlarim bo'lgan. To'g'ri qildim, muzyomman. O'qishni yaxshi ko'rsa doktor bo'lsin. Oyligim 425 ming so'm edi. Lekin farzandimga qaradigan nyanya 650 ming olardi. 24 soat ichida qaysi azo, qaysi vaqtda pik vaqt bo'ladi? O'zi eng yaxshi narsa nima? Toza havo, tabiiy ovqatlanish va jismoniy mashq. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tadbirkorlar, biznesmenlar. Bugun demak shogirdlar bilan men suhbat qilishni boshlayapman. Shogirdlar ichida demak ayollar bor, erkaklar bor. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston shogirdlarim bor. Endi men demak har bitta выпускda o'sha shogirdlar bilan men suhbat qilib, qanaqa demak o'sha shogirdlar natija olganlarni ko'rasizlar. Albatta demak o'sha zo'r kayfiyat, daftar, ruchka va demak o'zingizga bir stakan suv bilan ichib qarasangiz juda ham yaxshi demak ma'lumotlar olasiz. Va unutmanglar, ma'lumotni olgandan keyin demak chunki shogirdlar buyuk tadbirkorlar o'zi bilan ishlaydigan instrument bilan bo'linadi va bu instrumentlar albatta 72 soat ichida siz bo'lishsangiz va tatbiq qilsangiz albatta sizda ham zo'r o'zgarishlar bo'ladi. Bugun demak Toshkent shahar O'zbekiston Respublikasi demak eng zo'r shogirdlarimdan biri doktor Ozodani oldiga keldim. Assalomu alaykum. Demak 14 yillik tajribaga ega demak doktor, nevrolog, Med akademiyani demak asoschisi, demak yaxshi rafiqa, yaxshi tadbirkor, juda ham ko'plab demak mingdan ortiq talabalarga dars bergan mana doktor Ozoda. Doktor Ozoda o'zi kim? O'zingiz haqida bir gapirib bersangiz. Qaysi oilada tug'ilgansiz? Men tadbirkorlar oilasida tug'ilganman. Bizda oilamizda o'zi hech kim doktor yo'q. Lekin odamni niyatlari bo'lgan, doktor bo'lasan dedilar. Lekin kelin bo'lib tushganimda doktorlarning oilasiga kelin bo'lib tushganman. O'shaning uchun meni podдержка qilishgan, qo'llab-quvvatlashgan. Bilasizlar, meditsinada o'qish oson emas. Darslar ko'p bo'ladi. Shunaqa paytlarda ham qaynonam rosa ham podдержка qilardilar, bolalarimga qarab turardilar. Erim finans tomonidan yordam berib, investitsiya qilganlar o'qishimga. O'qishlarni bitirganimdan keyin boshqa joylarda ishladim. Masalan, детский diagnostika markazida ishladim. Yunusobodda birinchi bolalar shifoxonasida ishladim. Частный klinikalarda ishladim. Keyin o'zim o'sha o'quv markazi ochishga niyat qilganman. Chunki o'zi studentlik paytimdan boshqa o'quv markazlarida hamshiralik bo'yicha dars berib yurardim. Keyin shunaqa bo'lib qoldi. O'zim ochgim keldi. O'zim xohlagan narsalarni qo'yib, imенно men ichimda o'zim nimani o'ylayotgan bo'lsam, o'sha narsani kiritgim keldi-da. Keyin 2023-yilda Med akademiya o'quv markaziga asos solindi. Boshida juda ham qiyin bo'ldi. Boshida yig'ilgan paytlarim bo'lgan. To'g'ri qildim, muzyomman deb. Lekin qanaqadir внутренний ishonch bo'lganda, xudo xolisa o'qishingda yaxshi bo'ladi deb. Bittadan o'quvchi bo'lsa ham, bittadan o'quvchiga ham dars bergan paytlarim bo'lgan. Maşallah. Keyin sekin-sekin ko'payib 6 oydan keyin уже plusga chiqib yaxshi bo'lib ketgan inshaalloh. Zo'r. Maktab bitirgansiz, maktabdan keyin institut. Mana misol bizni ko'rayotgan yosh qizlar doktor bo'lmoqchi. Umuman O'zbekiston Respublikasida doktor bo'lish uchun qaysi etaplardan o'tish kerak qiz bola? Oldin aytaman, o'qishni yaxshi ko'rsa doktor bo'lsin. O'qishni yaxshi ko'rsa va kechroq pul topish bo'lsa doktor bo'lsin, ya'ni sabrli bo'lsa doktor bo'lsin demoqchiman. Lekin hozirgi Z avlod deysizlarmi? Tez o'qisa va tez pul topsa shunga qaraydi ko'plar. Meditsina misol uchun 10 yil o'qish umri ketadi. 10 yil ichida u
pul topmaydi, faqat pul ishlatadi. Fundament u. Da. Aha. Faqat pul ishlatadi. Aha. 10 yil ketdi. 10 yil ketdi. Bilimga keyin. Keyin Aha. ishlayotgan boshidagi joy ham bizning Aha. domlamiz ham shunaqa derdilar. Mhm. Pul uchun ishlamaydi, tajriba uchun ishlaydi. Zo'r. Tajriba uchun 10 yil ta'lim olgandan keyin ustozlardan keyin уже tajriba uchun demak ishlaymiz. Tajriba uchun где-то Aha. 3 yildan 5 yilgacha vaqt tajriba uchun bo'ladi-da. Mhm. Chunki kitobda o'qigan narsasi bilan bu yerda kasallarni ko'rgan narsasi nestikovga juda ham ko'p keladi. Mhm. Shularni solishtirib, ham kitobda o'qiganni, ham bu yerdagi amaliyotni ikkalasini bir-biriga qo'shib, klinikiy mishleniya hosil bo'ladi demoqchiman. Aha. O'sha klinikiy mishleniya hosil bo'lish uchun 3 yil, 5 yil muddat ketadi. Klinikiy mishlen tajriba vaqti keladi. u. Aha. Endi studentlik paytida kelmaydi, chunki men bu yerda o'zim o'qitib ham bilaman-da. Go'di keladi 5-kurs, 6-kurs talabalarida 6 yil nima o'qigan deysiz-da. Mhm. Mhm. Juda ko'p narsani bilmaydi-da. Mhm. O'shaning uchun erta institutdagi teoretik o'qish umuman boshqa. Aha. Albatta уже kasal ko'rib o'qiyotganda уже kasalni ko'radi, nimasini ko'rib kitob ko'radi. Kasal ko'radi, kitob ko'radi-da. Aha. Уже keyin miyasida qolib ketadi. Chunki assotsiatsiya bo'ladi-da. Просто teoretik o'qib ketsa, lekin bemor ko'rmasa unaqa zo'r eslab qolmaydi-da. Просто teoretik bo'lib ketadi. Nazariy bilim bilan tajriba bilim farqi nimada? Nazariy bilim nimaga kerak? Masalan, kam uchraydigan kasallar bo'lib qolishi mumkin. Mhm. Masalan, juda ham noyob kasallar bo'lib qolsa, o'sha kelib qolganda, masalan, men bunaqa qilardim. Детский diagnostikaga ishga kirganimda bemorlardan uyalmas edim-da. Yonimda kitob turardi. Mhm. Misol uchun, chunki men pul uchun emas, tajriba uchun ishlaganman. Menda shu детский diagnostikada ishlayotganimda oyligim 425 ming so'mda. Mhm. Lekin farzandimga qaraydigan nyanyam 650 ming olardi. Mhm. Men naborot minusga ishlaydim-da, bunday farq etgan. Yonimda kitob turardi. Misol uchun paloniyda, pistoniyda shikoyat desa, shunday kitob shunday ochardim-da, mana bu bormi, bu bormi, bu yo'qmi deb so'raydim. Metodim исключение-chi. Tak. Bu bor, bu yo'q deb, ya'ni kasal oldida kitob ochib qarashga uyalmas edim. Tak. Uni nima deb o'ylash menga qiziq emas edi. Men chista opit uchun ishlaganman-da. O'shunaqa qilib sekin-sekin tajriba orttirganman. Yani детский diagnostika markazi menga bir kunda 30 talab ham kasal ko'rardi. Shu tajriba orttiradigan joy bo'lganda. Zo'r, ya'ni demak, misol 18 yoshga institutga topshirsa, 10 yil demak o'qiydi. 10 yil o'qigandan keyin demak, keyin уже tajriba demak boshlanadi. 33 yoshdan keyin demak boshlanadi ekanda, уже pul haqida keyin o'ylash kerak ekanda. Shunaqa. Zo'r. Siz birinchi pulingizni necha yoshda topgansiz va nima orqali topgansiz? Men birinchi pulimni 7-sinfimda topganman. Aha. 7-sinfimda men maktabda o'zi yaxshi a'lochi o'qiganman. Matematika, geometriyalar bo'yicha imtihonlarni shu ekzamenlar bo'lganda birinchi ishlab bo'lardim-da, keyin qadimgi variant pulga sotardim. Aha, maktabda. Keyin o'sha onam bilib qolganlar-da, bu ishi noto'g'ri deb. Ana qilganlaridan keyin o'sha unaqa qilmaganman. Yoshlikdan bo'lganmi orzu doktor bo'lish yo misol necha yoshda o'sha paydo bo'lgansiz? Siz aytgansiz, o'sha yulduz, o'sha mana bu yulduz nevrolog yulduzi o'sha manman. Qachon demak o'sha niyat qilgansiz, necha yoshda? Va qanday kelgan bu niyat? To'g'risini aytaman, men umuman doktor bo'laman demasdim. Men rassom bo'laman derdim. Rasm chizishni yaxshi ko'rardim. Yoshlikda. Yoshlikda juda ham ko'p rasm chizardim. Keyin adam uncha xohlamaganlar. Adam mayli rassom bo'lsang bo'l, men hech narsa demayman, lekin doktor bo'lsang xursand bo'lardim deganlar. Keyin ularni aytgani bilan bo'lganman boshida. Boshida endi menda qiziqish bo'lmagan. Lekin уже o'shani ichiga kirib ketganimdan keyin, уже ichiga kirganimdan keyin o'z maktabda ham yaxshi o'qiganligim uchun institutda qiyomon o'qiganman, yaxshi o'qiganman. Ichiga kirib ketganim uchun menga уже keyin yoqishni boshlagan. Ya'ni boshda misol uchun 1-2 kursda qon ko'rsam qo'ynim aynab mazam qochardi. Baribir
внутренний ощущение bo'lardi mana doktor chiqarmikan deganda keyin yo'q keyin mana alhamdulillah yaxshi o'zim ham довольный patsientlarim ham довольный zo'r kuniga nechta bemor qabul qilasiz 4-5 ta 4-5 ta bemor qabul qilasiz mana baxtli bemor bor neytralniy bemorlar bor o'sha darsimizda anaqa qilganman neytralniy bemorlar bor baxtli bemorlar bor вообще qanday bilish mumkin bemorda baxtli ketayotganini qanday bilish mumkin u misol довольныйmi bizni xizmatimiz bilan yo недовольныйmi qanday bilsak bo'ladi birinchi tashqi ko'rinishdan bilasiz o'zi birinchidan вообще siz oldingizga keldimi demak bekordan bekor kelmadim уже ko'rib kuzatib surishtirib eshitib kelgan bo'ladi man o'zim misol uchun man nimani yomon ko'raman unaqa narsada hali instagramda ham so'rashadida palon doktorga boring deb palon dori yozdi shu to'g'rimi deydida man eng yomon ko'rgan narsam mana shu narsada ishonmasang nimaga borasan o'sha doktorga man uni narsasini to'g'irlab berishim kerak degani emasku u doktorda sizdan so'rayapti doktorga boryaptimi ishonib kelish kerak bo'ladi to'g'ri ishonib kelish kerak bo'ladi va o'z doktor gapidan ham kelgan bilsa bo'ladi bir xil misol uchun aytadi men bitta doktorlar yomonlashib qolmasin anaqa palon aptekadan misol uchun palon dorini olgan endi hozir ancha такой anaqa bo'lib qoldi-yu hozir unaqa yo'q уже да yoki yo'q faqat palon klinikaga borib mana shu analizdan topshirasan deydi kerak emas misol uchun masalani aytadi 20 ta analiz yozib berishi mumkin да misol uchun hech analizga pulini ketkazadi dori olishga puli yo'q bo'lib qoladi keyin diagnozi bor edi dorisiga puli yo'q mana shunaqa bo'lsa конечно patsient недовольный bo'lib qoladida keyin o'shaning uchun har doim minimallashish kerak deb o'ylayman misol uchun judayam ko'p holatlarda o'zi dorisiz chiqsa bo'ladida chunki bizda sotiladigan dorilar ko'pincha biznesga aylanib ketgan narsada bu 95% dorilar bu доказательный meditsinadan o'tmagan dorilar ya'ni uni доказательный bazasi yo'qda lekin buni ishlatamizda o'zi eng yaxshi narsa nima toza havo tabiiy ovqatlanish jismoniy mashq qilib turish ya'ni kun tartibiga rioya qilish ya'ni vaqtida uxlash vaqtida dam olish vaqtida sog'lom ovqat yeyish deyarli barcha kasalliklarga davoda bu mana shu narsasini to'g'irlab berish kerak bo'ladi mana shu narsani bemorlarga to'g'ri yetkazib berish kerak bo'ladi hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytda judayam ko'plarni uyqusi buzilganda misol uchun bizni oldin bizni детский kechasi 9 edi bizni onam 9da bo'ldi hamma uxlalaring derdi 10da ham uxlab bo'lardi ertalab qiynalmasdan turardida shunaqa lekin hozir misol o'zim bolalarimdan ham bilaman 10 uxlalaring desa bu hali вообще vaqtliku deydi уже 12 kech uxlashga o'rganib qolganda kelgan o'quvchilardan ham so'raymanda nechada uxlaysizlar deyman 10 gacha uxlaydigan qo'lini ko'tarsin deyman bitta chiqadi yoki chiqmaydi aksariyati 12-1 deb aytadida ya'ni 12-1gacha uxlamaydi bu nimaga olib keladi ertasiga miya yaxshi ishlamaydi gam kamayib ketadi kortizol oshib ketadi organizm modda almashinuv buziladi ham buzilishligi olib keladida o'sha narsalarga birinchi navbatda o'sha narsani to'g'irlashni maslahat berardim shifokor sifatida zo'r mana bizda obunachilarga demak o'sha foydali bo'lish uchun mana bizda ichki a'zolar bor yurak bor jigar bor boshqa a'zolar bor har bitta a'zoni o'zini demak faol fazasi borda ishlash o'sha demak 24 soat ichida qaysi a'zo qaysi vaqtda pik vaqt bo'ladi o'sha vaqt ichida demak nima bilan shug'ullansa yaxshi siz aytayotganingiz bu современная meditsina emas kitayskiy meditsinaga asoslangan Aybek Kadirovich ko'tardilar buni man to'g'risi buni hozir eslolmayman chunki yerda qaysi organni aktivligiga qarab именно igloterapiya qo'yganda o'sha vaqtga moslab qo'yish kerak deb o'rgatardilar lekin современный meditsinada falon vaqt
iston vaqt aktivlik deb aytilmaydi. Mhm. Ya'ni o'sha endi faqat miyani yechishimiz mumkin. Kechki payt uyqu paytida miya ertangi kun uchun tayyorlanadi. Ya'ni limfatik sistema ishga tushib, hammani zaharli narsalarni tozalaydi deb aytiladi. Qolgan organlarga unaqa kunni qaysidir periodi nimasi yo'q. O'zi bizani organizmimiz o'zi bilib, o'sha nerv tizimi boshqarib, o'zi bilib ishlaydi. Juda yaxshi. Nima ozgina bu yerda qo'shimcha aytib o'taman obunachilarga. Keyin doktor Ozodadan so'raymiz. Musulmon ertalab turgan paytimda har doim shunaqa nomdan traditsiya bilan turamanda, uyg'ongan paytda minnatdorchilik bildiraman-da. Minnatdorchilik bildirib, ko'rpachani olaman, hisoblayman. Ko'zimni ochib minnatdorchilik bildiraman, kulaman Allohga. 5, 4, 3, 2, 1 deymanda, o'rnimdan turaman. Birinchi o'ng oyoq, keyin chap oyoq, keyin aytaman. Dunyo, assalomu alaykum. G'olib tug'ildi. Shu paytda hamma a'zolar zo'r qilib ishlash boshlaydi ekan. To есть bu narsani nima uchun? Chunki juda ko'p odamlar kasal bo'lyapti-ku. Ya'ni mana shunaqa demak, gaplar bilan, mana shunaqa so'zlar bilan biz запускать qilsak, yanada bizada o'sha bemor odamlar demak kamayadi bizada. Va har doim demak o'sha обязательно o'sha 2 stakan suv bilan boshlayman. 2 stakan iliq suv bilan boshlab, yuzimizni yuvib, oynaning oldiga borib, o'zimizni maqtab, keyin demak o'sha yoki yuguramiz yoki yuramiz. O'sha 10 ming qadamda ham hozir biz yuryapmiz. 10 ming qadam, qadrdon do'stlar, kim hali ham qo'shilmagan bo'lsa qo'shilib olinglar. 10 ming qadam 1-maydan O'zbekiston pul berish boshlaydi sizlarga. Bilasizlarmi shuni? Kim bilmagan bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. 1-maydan O'zbekiston 10 ming qadam yurgani uchun sizga pul to'laydi. Va umuman agar pul to'lamagan taqdirda ham umuman bu juda ham foydali. Alloh bizga 24 soat vaqt bergan. Doktor Ozodan 24 soat vaqti nimadan iborat? Ertalab turaman. Omlatda o'qiyman. Omlatda o'qigandan keyin yaqinda boshladim. Siz oldingizga kelib ketgandan keyin har kuni bitta bloknot tutdim-da, shukronalik daftari tutdim. Har kuni Allohdan nima xohlayman, unga bor narsamga shukrimni aytaman. Buni har kuni yozishga odat qildim. Maşallah. Keyin ozgina Qur'on o'qiyman. 2 bor o'qishim mumkin. Keyin uxlayman. Keyin o'sha ertalab ishga yaqin o'sha 8 da turaman. 8 da choy tayyorlab, choy tayyorlayman, keyin o'sha turmush o'rtog'imni kuzataman. Keyin farzandimni uyg'otib bog'chaga tashlayman, ishga kelaman. Ishga через день bemor qabul qilaman, через день dars o'taman. Dars o'tayotganimda ham orada pererив paytimda bemor ko'rishim mumkin. Keyin shu 4:30-5 da ish vaqtim tugaydi. Keyin uyga boraman, ovqat tayyorlayman. Ovqat tayyorlab boshqagandan keyin ingliz tilini o'qishni boshlaganman. Keyin kechasi 10 dan 11:20gacha ingliz tilim bor. Ungacha agar charchasam, yarim soat, 1 soat dam olishim mumkin. Yarim soat, 1 soat dam olaman. Keyin namoz, 5 vaqt namoz qolmaydi. Peshinni betda o'qiyman. Qolgan namozlarni uyda qoldirmasdan o'zim vaqtida o'qishga harakat qilaman. Zo'r. Qanaqa bugungi kunda o'zbek ayoli biznesda, er bu yerda, bu yerda farzandlarni demak balans qilsa bo'ladi. Chunki faqat mesela biznes o'ylasa bir xil erkaklar aytadi, menga qaramaysan deydi. Yoki mesela bolalar qolib ketadi. Qanaqa umuman qanaqa o'zbek ayoli tadbirkor bilan shug'ullanadigan ayol kishi. Mana mesela ayollar bizlar ko'ryapti, boshlamoqchi, lekin qo'rquv bor. To'xta, hozir men biznes boshlasam, erim xafa bo'lishi mumkin, farzandlarim xafa bo'lishi mumkin. O'shani qanaqa balans qilishsa bo'ladi? Boshida siz o'qiganda bitta narsa aytgan edingiz. O'sha narsa yoqqan menga. То есть siz necha pul, 1 soatda necha pul topishsa hisoblang. Siz o'zingizga kimdir arzonroq qilsa, o'sha ishni boshqasiga topshiring. Shu uy ishlarini boshqasiga topshirganman. Maşallah. O'sha va pilisos, kirchir, yuvish, dazmol qilish,
o'sha narsadan pastcha ozodman desam bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ya'ni demak, agar kimdir arzonroq qilsa, ya'ni demak, o'sha ishni boshqa odamlarga delegat qilsa bo'ladi. Mana biz shogirdimiz juda ham zo'r, juda yaxshi. Siz qachon kelgansiz oldimga? Umuman mana o'sha 23 boshida. 2023-yil boshida. O'sha tochka A kelgan paytingizda nima bilan kelgansiz? Va mana hozir tochka B nimalar o'zgarishlar bo'ldi sizda? O'quv markazi ochilganiga endi 2 hafta bo'lgan edi. O'shanda minus $300 bilan kelganman. Minus $300 bilan kelgansiz. Minus $300 bu nima? Qarz bo'lgan nima bo'lgan? Yo'q, minus mana arenda puli bor edi, SMM xizmati bor edi-ku. To есть bir o'zini qoplamas edi, men bu yerda yonimdan to'lardim. To есть biznes bor, lekin demak B harfi bor, lekin daromad yo'q. Ha, shunaqa. Daromad naborat minusda edi. Minusda. Keyin demak o'sha o'qishdan keyin nimalarda tatbiq qildingiz? Nimalarda tatbiq qilgandan keyin o'sha ish boshladingiz? Keyin narxini o'zgartirish kiritdik. Keyin bozorni o'rganishni berdingiz. O'sha bozorni o'rganib chiqdik. O'shanda endi ularda bozoridagi bor o'sha bizadek nima deydi, konkurentlarni plyus taraflarini oldik, minus taraflarini chiqarib tashladik. Hammadan yaxshi bo'lishga harakat qildik. Ishondik o'sha narsaga. 3 oyda plyusga emas-ku, o'zini o'zi qoplashga chiqdik. Minus 3 oyda minusdan plyusga chiqdik. 6 oyda уже нормальный daromad. Уже $1000 daromadga chiqdik. Nima uchun o'shanda mani oldimga kelgansiz? Boshqa coachlar ko'p-ku. Nima uchun mani tanlagansiz? Nima sababdan? Siz ayolingizni kuzatardim. Keyin Moxonur Mahamadiyeva. O'shalarni kuzatardim, chunki to'g'risi men oldin mana shu Instagram ularga umuman kirmas edim-da. Вообще yo'q. Mana shu anaqa tadbirkorlikni boshlagandan keyin Instagram ochganman-da. Instagram i harfini tushunmaganligim uchun shu ayolingiz kuzatardim, shu nimani bir o'rganish uchun-da. O'shanda ular siz aytganlarni ko'rganman. Said Mirodavlatov men oldindan YouTube'da ko'rardim ularni. Oldindan. Siz ularning shogirdlari bo'lganingiz uchun ham qanaqadir jiz etish bo'lganda. Keyin borganman. Hozir demak biz anaga o'tdik, o'sha Met akademiyani o'ziga o'tdik. Mana juda ham yorib qilingan. Buni demak o'sha nechinchi yilda asos topdingiz buni? Yo'q, bu yerga 25-yil boshida kelganman. 25-yilda. 23 boshqa klinikani ichida bo'lgan. Klinikani ichida bo'lgan. 2023 bilan 2026 da hozir necha x sizda o'zgargan? 3-4x. 3-4x o'zgargan sizda. Umuman mana shogird ustoz topgandan keyin mana misol bo'yinda siz aytdingiz yaxshi narsa, agar bemorga doktor nimani yozib bersa, shubhalansa, u demak dori yordam bermaydi, to'g'rimi? Mana ustoz shogird coaching ham xuddi shunaqa narsa, to'g'rimi? Ya'ni demak ustozdan bilimlar olgandan keyin shubhaga borish kerakmi yo demak qanchadan keyin tatbiq qilish kerak bilimni olgandan keyin yaxshi natija bo'lish uchun? Masalan, tadbirkorlar, men misol uchun o'zim tadbirkorlikni bilmayman, hali ham tadbirkorlikni bilmayman o'zim. Chunki men doktorman, o'qituvchi deb bilaman o'zim. Agar shunaqa bilimi yo'q bo'ladigan inson bo'lsa, qo'pol aytganda tuppa ishonish kerak. Tuppa ishonib aytganini qilish kerak. Agar misol uchun men akamga tadbirkorda uyga borganda gaplashib anaqa qilamizda, keyin ular bilan biz bahslashib ketamiz-da. Shuning uchun masalan men ham kim bilan bahslasha olmayman, doktor bilan bahslasha olmayman. Chunki men u sohani tushunaman. Bahslasha olmayman. Lekin tadbirkorlikni men tushunmaganligim uchun men siz bilan bahslasha olmayman-da. O'sha narsaga bog'liq-da. Bilmaysanmi, aytganini qil. Zo'r, yaxshi. Doktor Ozoda, hozir umuman o'quv kurslari qanaqa o'tyapti sizda hozir? Hozir yaxshi, alhamdulillah. Полный xona to'lgan. Mana lishni ustidan turibdi, chunki xona to'lib,
ortiqcha o'quvchi ham ko'payib ketdi. Aha. Bu asosan nimalarda oladi? Mana misol bizda qiz bolalar, ayollar bizni ko'rib turibdi. Qaysi, demak, bu kurs nomi nima va nima uchun kelish kerak? Nimalar o'rganadi? Medakademiya hamshiralik kursi, massaj kursi bor bizda. Nimani o'rganadi? 8 xil inyeksiya o'rganadi. Bu yonboshga, songa, yelka, kindik atrofi, antibiotiklar proba qilish, venani shtuslar, bu oddiy shpritsda, babuchkada sistemaga ukol qilishlarni o'rganadi. Asosan uy sharoitida ko'p uchraydigan kasalliklar. Masalan, ichi ketib qolsa nima qiladi? Bolasini tomog'i og'rib qolsa, laringit bo'lsa, davleniyasi oshsa, tushsa, davleniyani o'lchashlar. Bundan tashqari qizlarimizga homilador bo'lganda nimalarga o'rganish kerak. Sog'lom homiladorlik, sog'lom tug'ruq, bu sog'lom bola deganda, bola parvarishi shu narsalarni o'rgatiladi. Ya'ni bizni o'rgatganda men har doim aytaman, men sizlarga birinchi qilishni o'rgatmayman, balki sizlar birinchi yordam ko'rsatishni o'rganasizlar va doktor aytgan retseptlari bo'yicha ukollarni, dorilarni qila oladigan, bera oladigan bo'lasizlar va qaysi holatlarda o'zingiz uddalasangiz bo'ladi, qaysi holatlarda siz shifokorga borishingiz kerak. Ya'ni tibbiy bilim oshadi. Tibbiy bilimi, tibbiy madaniyatini oshirish maqsadida bu kursda tashkil qilingan. Zo'r. Ya'ni deyarli har bir qiz bola o'tishi kerak ekanda bu kursda. Hammalar. Shuning uchun bizda o'quvchilarimiz faqat tibbiyot talabalari, tibbiyotga qiziqadiganlar emas. Ularning orasida blogerlar ham bor, televideniyada ishlaydiganlar ham bor, yuristlar ham o'qigan, logistik kompaniyadagilar ham o'qigan, oshpazlar o'qigan, umuman boshqa sohadagilar ham bemalol kelib o'qisa bo'ladi. Xudo rahmatli bobom aytardi, albatta har bir ayol kishida hech bo'lmasa hamshiralik kasb bo'lishi kerak deb aytardi, hamshiralik kasbi. Shuning uchun bu juda ham yaxshi kasb. Shuning uchun bizni ko'rib turgan qizlar, ayollar, opa-singillar, agar siz hali ham o'qimagan bo'lsangiz, albatta demak o'qisangiz o'zingiz uchun juda yaxshi. Demak bizda offlayn va onlayn kurslar bor, to'g'rimi? Offlayn qancha davom etadi, onlayn qancha davom etadi? Offlayn 1 oy bo'ladi, 12 ta dars, 2 soatdan bo'ladi. Onlayn o'zini xohishiga qarab, xohlasa 1 oyda tugatsa bo'ladi, intensiv qilib, xohlasa 3 oy qilib o'qisa bo'ladi. O'sha ma'lumot beriladi. Endi mana bizni misol ko'rib turgan ayollar, qizlar aytish mumkin. Boshqa demak kurslardan farq nimada? Nimalarni oladi? Ya'ni demak boshqa hamshiralik kursidan bizda lishni mandan oladi darsi. Maqtanish emas. Ko'pchilik lishni sizdan, to есть lishni doktor Ozodadan olasiz darsda. Chunki kechki ustozimiz boshqa bo'lsa ham, lekin bizda video darsliklar qilingan. Video darslar o'zimizga tashlab beriladi. Zo'r. Zakritli Telegram guruhi bo'ladi. Nima tushunmagan savolim bo'lsa, savol-javoblar qilishingiz mumkin bo'ladi. Biza keldi, bo'ldi. Boshqa hech narsa olib kelmaydi. Hamma narsa o'z-o'zidan. Xalat, o'sha shprits, dorilar, hamma narsani berasiz. Asosiy xohish bilan niyat bo'ldi. Oxiri eng asosiysi natija bilan chiqib ketadi. Agar natija bo'lmasa, misol uchun bo'ladi shunaqa bitta, ikkita mayin shuncha yillik dars berishim mobaynida 3 tadan shunaqa holat bo'lgan. Lekin уже 2,5 mingtadan ko'p o'quvchi chiqargan bo'lsam, 3 ta holat bo'lgan shunaqa. Aksariyat holatda natija bilan chiqib ketadi. Natija bilan chiqmaydiganlar kim? Masalan, kimdir zo'rlab tiqib olib kelib qo'ygan, o'qidi, dars paytida eshitmaydi meni. Dars paytida telefon o'tiradi, как-то meni mensimayotgandek bo'ladi-da. Bu menga ham yoqadi. Siz dars beryapsiz, lekin telefon o'ynab o'tiradi. Yoki bor shunaqa bo'lgan, o'qigan, ozgina bo'lsa ham natija olgan, lekin ota-onasiga borib umuman boshqa narsalar qilib tashlagan. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. O'shalar natijasi ketgan. O'sha 3 tadan shunaqa случай bo'lgan. Lekin qolgan hammasi rahmat aytib ketadi, bemalol qiladi. Chunki qancha odzivlar keladi, bir xil umraga borganda birinchi yordam ko'rsatib, mashalloh. O'sha praktikada qo'llaydi o'shani. Bitta shunaqa o'quvchim bo'lgan, qishloqdan kelib o'qigan edi.
qayerda ko'chada epilepsiya bo'lgan bemorga birinchi yordam ko'rsatganda, keyin anaqa beri xursand bo'lib, "Voy, men seni Toshkentda o'qitgan edim" deb, anaqa betda Toshkent ingilisga olib kirib qo'ydi keyin. Mashalloh, o'sha holatdan O'sha keyin. sabab bo'ldi, chunki Zo'r. erta menga hozir butun qishloqga nomim taralib ketdi. Anaqa men bu hayotini asrab qoldi deb dedi. Shunaqa holatlar bo'lgan. No, mana bir xilla o'sha qaynonasiga o'zi qiladi, uydilariga o'zi qiladi. Nima hamshira kerak bo'lib qolsa, yugurib hamshira qidirmaydi-da. O'sha uyda bor tayyor hamshira. Ham cho'mchi da tejaladi, da ham vaqt tejaladi. Biznesda ayol kishi kirgandan keyin o'sha xato qilmaslik uchun nimalar tavsiya qilasiz ayollarga? O'qib turish kerak. O'qish kerak. kerak. Kimdan o'qish kerak? Ustozdan. Yana Ustozdan keyin ota-onani rozi qilib turish kerak. Siz ota-onangizni rozi qanday qilasiz? Tushgan pulingizdan necha foiz ota-onangizga berasiz? O'zi tushgan boyizdan 10% berish kerak deb aytiladi. Lekin men adam olmaylar. Olmaganlar uchun men sovg'a qilaman. Met akademiya umuman 1 yildan keyin, 2 yildan keyin qanaqa planlar rejalasizda? Endi mana biz hozir joy arendamizda. Endi meni niyatim o'zimizni shaxsiy joyimiz bo'lishini xohlayman-da. Inshaalloh. Zo'r. Demak, sizni demak, mana bizni ko'p turadigan demak o'sha obunachilarga qanaqa niyatlaringizni aytasiz? Niyatimiz qo'rqmanglar, Allohga tavakkal qilib boshlanglar. Ularning niyatinglar yaxshi bo'lsa, jamiyatga foydam tegadigan ish qiling deb boshlaydigan bo'lsanglar, Alloh o'zi sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shubhalanmanglar. Ideal bo'lishga ham harakat qilmanglar. Boshlanglar, u yog'ini protsessi to'g'rilab ketaverasizlar. Misol uchun, mana bunaqa doska menda bo'lmagan boshida. Oddiy doska, oq doska bo'lgan. Mulajli bo'lmagan, keyin mulajlar ham keyin bo'lgan. Stullarim ham arzon stul bo'lgan boshida. Boshida keyin u stullarni sotib, keyin qimmatroq stul olganmiz. То есть, главное boshlab olinglar. U yog'i keyin sekin-sekin poxodi ideya ham kelaveradi. O'shani sizlar o'zgartirib yaxshilanvorasizlar. Eng asosiy Allohga tavakkal qilib, ota-onangizni roziligini olib, bismillahir-rohmanir-rohim boshlab to'g'ri ustoz topsangiz va demak to'g'ri ustoz orqali demak o'sha to'g'ri strategiyani qilib boshlasangiz, inshaalloh xuddi mana doktor Ozodadek mana katta demak o'zgarishlar va katta natijalar bo'ladi. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana shu 2023-yil 2023-2026-yil mana shu 3 yil ichida o'sha doktor Ozodani fikrlashi, demak doktor Ozodan demak o'sha odam demak o'sha mijozlarda ko'pligi, umuman ya'ni demak o'sha masshtabligi, mana siz kengayapsiz. Ya'ni demak o'sha bemorlarga sizni munosabatingiz, sizni demak o'sha strategik fikrlashingiz, umuman sizni niyatingiz juda ham zo'r. Shuning uchun do'stlar, eng asosiy narsa sizni niyatingiz pok bo'lsa, agar sizni niyatingiz odamlarga foyda keltirish bo'lsa, albatta ya'ni demak Alloh sizga g'oyibadan beradi. Shuning uchun 1 yil, 2 yil kamida odamlarga xizmat qilib foyda bersangiz, albatta yaxshi natijaga erishasizlar. Doktor Ozodaga demak muvaffaqiyat tilaymiz, omad tilaymiz. Qanaqadir demak chegirma nimadir qilib berishimiz mumkinmi misol? Eng zo'r kommentariy yozgan odamga mana 1 oy beramiz, 1 oy vaqt beramiz. Nima sovg'a bera olasiz? Nima qilib bera olasiz? Hurmatingiz 50% chegirma bilan o'qish imkonini beramiz. 50% chegirma. Ya'ni 2 millionlik kurs 1 million bo'ladi. To есть, ya'ni demak doktor Ozodada o'qish juda qimmat, juda o'zi yaxshi qadriyatlar, qiymatlar beradi. O'zi 1 oylik kurs 2 million so'm, ya'ni 50% chegirma, to'g'rimi? Ya'ni 1 million so'mga. Bir kishiga faqat-da, bir kishiga. Erkak kishi bo'lsa-chi, eng zo'r kommentariyni ayol kishi emas, erkak kishi yozsa-chi. Demak, auditoriyamizda agar demak erkak kishi yutsa, qanaqa sovg'a bo'ladi bizda? Kitob sovg'a qilamiz. Kitob sovg'a bo'ladi, zo'r. Ki mana ayol kishi o'qimoqchi. Lekin o'qishga pul yo'q.
nima qilish kerak bunaqa ayollar? Masalan, mana biz ko'rib turgan ayollar bosma aytish mumkinmi? Doktor Ozodaga osonda. Masalan, eri boy bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa kimdir sponsorlik qilgan bo'lishi mumkin. Yaxshi niyat qilish kerak. Yaxshi niyat. Shunaqa yaxshi. Endi kim qanaqa qaraydi? Misol uchun psixologiyaga bir xil anaqa qarashi mumkin, lekin Maryam Mahmudovaga ham hamma har xil nazarda qaraydi. Misol uchun ularni tushunadigan taraflama qaraydigan bo'lsak, yaxshi nazarda haqiqatda yaxshi niyat qilish kerak. Unaqa pulim yo'q, o'qolmayman desa bo'ldi. Večno shunaqa miyasiga shunaqa buyruq ketadi. Pul yo'q, o'qolmayman deganda. Men o'qolayman. Imkoniyat ham kelmaydi u kishiga. Pulim bo'ladi, o'qolayman deyish kerak har doimda. Shuning uchun har doim o'sha yozib qo'ygan narsalar, любой narsani yozinglar. 1 yildan keyin o'sha narsani qaranglar. Juda ham ko'p narsa qilgan bo'lasizlar-da. Men misol uchun oldin o'sha 2023-yilda yozgan narsamdan ancha-muncha narsani o'zi qilib qo'yganman-da. Shuning uchun yozib yaxshi niyat qilish kerak. O'zingizlar qanaqa qilib qo'yganinglarni o'zingizlar bilmay qolasiz. Umuman doktor Ozoda mana farzanddan tashqari nima tashkil etmoqchisiz bu dunyoga? Masalan, tasavvur qiling, bugun sizda, chunki YouTube'da bo'ladi bu, tasavvur qiling sizni, demak, tasavvur qiling hozir biz sizni 20-30-avlod ko'ryapmiz. Shunaqa demak babushkamiz bo'lgan ekan. Nimani tashkil etmoqchisiz va ularga sizni demak gapirasiz? Men ham o'zi mashoydan YouTube boshladim mana. YouTube boshladim. Bitta ko'p foydali ma'lumotlar bilan ulashmoqchiman. Endi balki o'sha 20-30 avloddan keyin bu ma'lumotlar o'sha eskirgan bo'lar. Chunki tibbiyot har doim yangilanib boradi. No, o'zi bitta kitob o'qigan edim. O'lganingdan keyin kim seni eslaydi degan bor-ku. Robin Sharma. O'sha meni rosa ham o'zgartirgan. Haqiqatda o'lgandan keyin kim meni eslaydi? Shu bu dunyoda nomingiz qolish uchun qanaqadir jamiyatga foydasi tegadigan narsa qilib ketishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda hamshiralik bilimlarini o'rganyaptiman. Ular kelib men xohlamayman, что mendan keyin ham medakademiya o'quv markazi qolsin. Ya'ni bu menga bog'liq bo'lib qolmasin. Mendan keyin ham, misol uchun, meni farzandlarim yoki kimdir meni yaqinlarim bu narsani davom ettiradi yana. Ya'ni yildan yilga, avloddan avlodga tibbiy bilim ulashish qovuradi, lekin основатель o'zim bo'lib qolganim uchun ma'lum miqdorda menga ham savob tegib turadi degan umiddaman. Uzr. Demak, nimalar tashkil etmoqchisiz o'zingizdan keyin? Tashkil qilmoqchiman. Nima tashkil etasiz? Misol qanaqadir? Ya'ni odamlarni oilasiga sog'lik xotirjamlikini ta'minlash bizning oliy maqsadimiz. Demak, juda ham mazmunli suhbatimiz bo'ldi. Bu demak oxirgisi emas, do'stlar. Har bir buyuk erkakning orqasida buyuk ayol turadi. Shuning uchun mana buyuk doktor Ozodani mana bugun sizlarga doktor sifatida, как tadbirkor sifatida mana o'zini demak qadriyati bilan bo'lishdi. Albatta o'zi uchun demak tadbiq qilib, bugundan tadbiq qilish boshladi. Shuning uchun sizga rahmat, ishlaringizga rivoj, farzandlari kamolini ko'rish nasib qilsin, barcha maqsadlaringizga erishib yuring. Demak, niyatim shaxsiy, demak bir 5 qavatli o'zingizning binoingiz bo'lib, hamma narsa ichida bo'lsin. Xo'p, chinakam